Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qiling, Allohdan qo'rqing. Har kim ertangi kun qiyomat uchun nima taqdim etayotganligiga qarasin. Allohdan qo'rqing, albatta Alloh har bir ishingizni bilib turuvchi zotdir. Qiyomatga har bir kishi nima beryapman ertangi kunimga deb o'ylasin. Qiyomatimizni to'g'rilab qo'yishligimiz kerak. Shuning uchun jumalarda, xutbalarda aytamiz shu narsani. E'tibor berib tursa shu oyatni o'qiymiz. Biz qiyomatga tayyorlanadigan kunlarimizda eng afzallari mana shu kechalar. Bonuslik oylar, eng juda katta bonus. Allohning rahmati yog'ilayotgan kunlar. Duo qilsangiz ijobat bo'ladigan kunlar. Bunaqa oyda topib bo'lmaydi. Bunaqa vaqtni topib bo'lmaydi. Bitta naflga farzi darajasi berilyapti bu oyda. Bitta farz amalga 70 ta farz qildi deb yozilyapti. Shuning uchun muborak Ramazonning oxirgi dahasini g'animat bilaylik azizlar.